Bilasizmi, ba'zi qurilmalar bo'ladi, juda oddiy ko'rinadi, lekin aslida juda foydali. AirTag aynan shunday qurilmalardan biridir. Go'yoki kichkina narsadek ko'rinadi, lekin amalda u eng muhim narsalarni kalitlar, sumka, chamadonlar, ryukzak va hatto mashinani yo'qotmaslikka yordam beradigan juda qulay vosita hisoblanadi. Apple AirTagni 2021-yilda taqdim etgan va shundan beri u ekotizimdagi eng ommabop aksessuarlardan biriga aylandi. Nega deysizmi? Chunki hammasi juda oddiy ishlaydi. AirTagga klassik GPS trekkerdagi kabi katta batareya kerak emas. U alohida SIM karta yoki murakkab sozlashlarni ham talab qilmaydi. U Apple qurilmalari tarmog'i orqali ishlaydi. Bu esa butun dunyo bo'ylab millionlab iPhone, iPad va Mac degani. Aynan shu sabab siz buyimingiz yo'qolib qolsa, uning qayerdaligini ko'ra olasiz. Oddiy vaziyatni tasavvur qiling. Uydan chiqdingiz, ishga yetib keldingiz va birdan kalitlaringiz yo'qligini tushundingiz. Yoki aeroportga yetib borib, chamadodingiz qayerdadir yo'qolganini bildingiz. Yoki shunchaki sumkangiz mashinada, kafeda yoki ofisda unutib qoldirdingiz. Shunday paytlarda AirTag haqiqatan ham yordam beradi. Siz lokator ilovasini ochasiz va shu zahoti buyimingiz qayerdaligini ko'rasiz. Agar u yaqin bo'lsa, ovozli signalni yoqib, uni tezda topishingiz mumkin. Va aynan shu AirTagning asosiy ma'nosidir. U texnologiya uchun texnologiya emas, balki kundalik hayotdagi xotirjamlik uchun. Bu ayniqsa ko'p narsani yonida olib yuradiganlar, tez safarga chiqadiganlar, ish bilan ko'p harakatda bo'ladiganlar yoki har safar narsalarni qidirishga vaqt sarflashni istamaydiganlar uchun juda qulaydir. Bundan tashqari AirTagni ulash juda ham oson. Uni iPhone'ga yaqinlashtirasiz, 1-2 marta tugmani bosasiz va tayyor. Bir necha daqiqada u sumkangiz, kalitlaringiz yoki chamadoningizga bog'lanadi. Ko'pchilik hanuz AirTagni majburiy narsa deb o'ylaydi, lekin amalda bu shunday aksessuarki, uning foydasini aynan nimanidir yo'qotganingizda to'liq his qilasiz. Shuning uchun agar hayotingizni soddalashtirmoqchi bo'lsangiz, oddiy qadamlardan boshlang. Bitta AirTag kalitlar uchun, ikkinchisi sumkaga, uchinchisi mashina yoki chamadon uchun. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Agar AirTag o'zingiz uchun yoki sovg'a sifatida xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Macburoga tashrif buyuring. Biz sizga mos variantni tanlashda yordam beramiz. Hammasini ko'rsatamiz va AirTagda hayotda qanday qulay foydalanishni tushuntirib beramiz.